Misal uchun bir o'tsa bu 20 minutgacha yonmaydi, to'g'rimi? Ava. 20 minut emas, 10 minut oralig'ida sovishini endi havoni narsani bog'liqda bu. Havoni salqinligini. Yana bu narsa обязательно yana bu motorni kuymasligini eldan olish uchun o'ylab topilingan narsa. Misol uchun avvalgi pilososlar ko'pincha qizaradidan motor kuyishini olib kelib turadi. Artıq shu narsani eldan olish uchun avtomatik o'zi qizg'andan keyin avtomatik o'zini o'chiradi. Pilosos motor soviydi, yana ishini davom ettirib ketaveradi. Motor nagrizga tushunchab qolmaydi. Zo'r tarafi xaltasi mustahkam, havo o'tirishi ehtimoli ko'proq. Ko'p xaltalarda bu do'shlar kam bo'ladi. Bu havoni tezroq o'tirib motorni sovutishina yordam beradigan narsa. Jamol yana bir narsani so'rayapman. Tamam. Inshinlar yani o'chiradigan funksiyasi, yani qizib ketgandan keyin o'chadi deb aytiladi-ku. Ham ortenda hamma pilososida bormi o'zi yo ham yo yili yo'q, u narsa bunday. Toza modellardan mutofatda. O'zi Artel motorni King Clean degan ne bor? Agar ishonmasalar internetda yozib ko'rsalar King Clean motor desalar pilosos ishlab chiqaradigan zavodlarga yetib beradigan pilososni motorini qilib beradi u. Bu 5 so'mga aytilgani. Qaysi funksiya qaysi uchun ishlasa ko'rsatilgan. O'chib keladi. 5 so'mga aylanadi. O'zigan taraf perdalar uchun. Yolini yani sintetik g'alva. Sintetik g'alva uchun. Yan tarafı qalin g'alva. Bir 5 so'mga eng zo'r tarafi mana zachtasi bor. Yandimi? Bir yana pilososni qiyin olganini sezasiz. Ko'pchilik pilososlarda bu narsa aytmaydi. Siz ishlatasiz, ishlatib yuraverasiz, motori go'ygandan keyin o'zi o'chadi. Bunda unday emas. O'zi qizdimi? Mana avtomatik o'zini o'chirib tashigan funksiya bormi? O'chirib tashiydi, qachon dim jolli qizib ketsa o'chadi, qachon sovuqlansalar so'tib qo'ysiz kerak, keyin ishlaydi. Shunday ishlab ketdim. Misol uchun 3-4 yil g'oliban ichidan pilosos olgandan keyin qizishi mumkin. Endi bu har xil nega bog'liqda. 3-4likni masalan qo'lda sipsada sirib yurgan bo'lsalar, masalan, bir sinda bo'lib qolishi mumkin. Pilosos ishlatilib yurgan joy bo'lib, shuna yana boshqadan pilosos ishlatiladigan bo'lsa 4 sinam yetishi mumkin. 10-500 dollarni bir pilososlaganda shu o'chmasligini nima bo'ladi? Bo'ladi.